Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyaning Moskva, Nijniy Novgorod, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Ufa, Perm va Sankt-Peterburg shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Chiptalar, yo'lda yo'lovchiga kerak bo'ladigan hujjatlar, shuningdek reyslar bo'yicha barcha savollarga ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, avtobuslar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bokuni Azertak agentligining ma'lumotiga ko'ra, Eron hududidan uchirilgan dronlar Naxichevan aeroporti hududiga hamda shahar atrofidagi maktab yaqiniga tushgan. Tashqi ishlar vazirligi Eron elchisini chaqirib, unga nota topshirgan. Shuningdek, Mudofaa vazirligi javob choralarini ko'rishga tayyor ekanini ma'lum qilib, dronlarning texnik xususiyatlarini o'rganayotganini bildirdi. Bundan tashqari, Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Eron dronlarini mamlakat hududiga qilingan hujumlarini keskin qoraladi va bu voqea javobsiz qolmasligini ma'lum qildi. Vazirlikni ta'kidlashicha, Eron tomonidan Ozarbayjonning fuqarolik infratuzilmasiga zarba berish uchun hech qanday harbiy zarurat bo'lmagan. IRNA agentligining xabariga ko'ra, Tehron Bokuning ushbu notasiga yashin tezligida javob bergan. Eron qurolli kuchlari bosh shtabining bildirishicha, Eron Ozarbayjon tomon hech qanday dronlarni yo'llagani yo'q. Bosh shtab bayonotida ta'kidlanishicha, Tehron olib borayotgan operatsiyalar faqat harbiy maqsadlarga va Amerika Qo'shma Shtatlari obyektlariga qarshi qaratilgan bo'lib, qo'shni davlatlar hududiga qarshi yo'naltirilmagan. IRNAning taxminiga ko'ra, Ozarbayjondagi aeroportga urushga Bokuni ham tortishni maqsad qilgan holda Isroil zarba bergan bo'lishi mumkin va dron Eron chegarasiga yaqin hududdan Isroil josuslari orqali yo'naltirilgan bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Xullas, bunday vaziyatda IRNAga ko'ra har ikki tomon ham bosiqlikni saqlagan holda ish ko'rmog'i darkor. Aks holda dushmanning fitnasi ish berib, urush yana yiriklashishi mumkin. Endi Donald Trampni Eronga qarshi bosqinni yana 100 kun davom ettirishni rejalashtirganiga oid axborotga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Politico agentligining xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'mondonligi Eron bilan urushni kamida 100 kun davom ettirish uchun Pentagondan qo'shimcha shtab xodimlarini so'ragan. Politicoga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi Pentagondan Floridada joylashgan o'z shtab kvartirasiga qo'shimcha harbiy razvedka xodimlarini yuborishni so'ramoqda. Bu xodimlar Eronga qarshi operatsiyalarni kamida 100 kun davomida yoki sentyabrgacha qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'ladi. Politico'ning ta'kidlashicha, bu holat harbiy idora dastlab Donald Trump belgilagan 4 haftalik muddatdan ancha uzoq davom etishi mumkin bo'lgan operatsiyalar uchun allaqachon moliya taqsimlanayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, Pentagon mintaqada havo hujumidan mudofaa vositalarini ko'paytirishga ham harakat qilmoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda ishlab chiqarilgan kichik o'lchamli va arzonroq dronlarga qarshi kurash tizimlarini ko'proq yuborish rejalashtirilmoqda. Politico'ning qayd qilishicha, Trump administratsiyasi Erondagi urushni keng ko'lamli oqibatlarini to'liq oldindan baholay olmagan. Buning yana bir belgisi sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti Yaqin Sharqdan diplomatik xodimlarni evakuatsiya qilish uchun qo'shimcha resurslar ajratayotganini aytish mumkin. Politicoga ko'ra, odatda konsulliklar va byurolar amalga oshiradigan evakuatsiya ishlarini bu safar vazirlikning yuqori rahbariyati bevosita boshqarmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma: Eronga qarshi bosqin operatsiyasining 3-kuni Donald Trump bu harakatlar taxminan 4 hafta yoki undan ham kamroq vaqt davom etishini aytgan edi. Hozirgacha operatsiya davomida 6 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Biroq Donald Trump armiya safida yana yo'qotishlar bo'lishi mumkinligini ham tan olgan. Rasmiy Tehron esa allaqachon Qo'shma Shtatlar tomonidan halok bo'lgan harbiylar sonini 100 nafardan oshib ketganini bildirgan.
endi Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Arakchini Washingtonga yo'llagan tahdidiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Mehr agentligining axborotiga ko'ra, Abbas Arakchi Shri Lanka sohillarida yo'q qilingan Eron kemasi haqidagi bayonotida Qo'shma Shtatlarni Eron sohillaridan 2000 mil uzoqlikda ommaviy qotillik sodir etganlikda ayblagan. Abbas Arakchiga ko'ra, kema bortida 130 nafar dengizchi bo'lgan va ular xalqaro suvlarda hech kimga tahdid solmagan holda harakatlangan. Qo'shma Shtatlar esa har doimgiday qo'rqoqlarcha qadam tashlab, Iris Dena kemasiga hech qanday ogohlantirishsiz o'q uzib, uni cho'ktirgan. Abbas Arakchining yakuniy xulosasiga ko'ra, Washington bu qilmishi uchun hali uzoq va qattiq afsuslanadi. Bu gapga esa tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.